Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum muhtaram azizlar. Bugun juma suhbatimiz mavzusi har narsada adolatli bo'lish dinimiz talabi deb nomlangan. Muhtaram azizlar, dinimizda adolat so'zi keng ma'noli va asosiy tushunchalardan biri hisoblanadi. Adolatparvarlik eng yuksak va go'zal xulq namunasi hamda dinimiz ko'rsatmasidir. Adolat so'zi haqiqat tomonga o'tib ish tutish degan ma'noni anglatadi. Ulamolarimiz ta'riflari bo'yicha so'z va amalda kishining dini, jinsi, martabasi, boy va faqirligidan qat'iy nazar uning haqqiga rioya qilish adolatdir. Hammaning o'zining haqqi bor. Har joyning, har so'zning, har holatning, har bir insonning, har bir narsaning haqqi bor. Shu haqqini joyiga qo'yish adolat deyiladi. Shuni o'zining haqqini berib muomala qilishda adolat deymiz. Faqihlar ta'rifida adolat kishining yaxshiliklari yomonliklaridan ustun bo'lishidir. Adolatli kishi muruvvatli bo'ladi, pastkash bo'lmaydi. Adolat Alloh taolo bandalarga buyurgan amallardan biridir. Nahl surasida Alloh taolo shunday buyuradi. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Innalloha ya'muru bil adli wal ihsani va ita'i zil qurba va yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Albatta Alloh taolo adolatga, ezgu ishlarga, qarindoshga yaxshilik qilishga buyuradi hamda buzuqchilik, yovuz ishlar va zulmdan qaytaradi. Eslatma olasiz deb u sizlarga doim nasihat qilur. Mana shu oyatda Xudo to'g'ridan to'g'ri qarang, adolatga birinchi buyuryapti. Innalloh ya'muru bil adl. Xudo adolatga buyuradi deydi. Keyingisi ezgu ishlarga. Hamma narsada chiroyli ish qilishga, hamma ishda yaxshilik bilan amalga oshirishga buyuradi. Keyin qarindoshlariga yaxshilik qilishga buyuradi hamda buzuqlik va yovuz ishlardan va zulmdan qaytaradi deydi. Bitta Qur'oni Karim va hadislar kelmagan deb faraz qilsak-da, bitta shu oyatni o'zi bo'lsa degan insonni to'g'ri yashashga yetardi degan ulamolar. Mana qarang, Alloh taolo eng zarur narsalarni buyurdi shu oyatda. Nima deyapti? Adolat, ezgu ishlar, qarindosh urug'larga yaxshilik qilish, 3 ta ish buyurildi. Buzuqlik, yovuzlik, zulmdan qaytardi. Mana shu 3 ta buyruq, 3 ta qaytariq bilan butun insonning hayotini izga solsa bo'ladi. Darhaqiqat Alloh taolo mu'minlarni bejizga adolatli bo'lishga chaqirmayapti. Adolat bor joyda jabr, zulm, dushmanlik, husumatga o'rin qolmaydi. Totuvlik va o'zaro birdamlik mustahkamlanadi. Yurt obod, xalq esa farovon bo'ladi. Biror qavm yoki odamni yomon ko'rishimiz yoki ularning bizga dushmanlik qilishi ularga nisbatan adolatsizlik qilishimizga sabab bo'lmasligi kerak. Adolat inson kamoloti uchun zarur eng yaxshi sifatlardandir. Bilasizmi? Salohiddin Ayyubiy salbchilarni nimadan quvib chiqarganda, ya'ni Quddusni tortib olayotgan payti musulmonlar nima qilgan? Jang bo'layapti deydi. O'sha Richard Sheryurak bilan jang qilayotganda, mana kinolarda ham bor shu narsasi. Kiritgan shuni. Richard Sheryurakning otiga qilich tegib ketadi Salohiddin Ayyubiy. Qilichlari tegib ketganda ot yiqiladi. Halok bo'ladi-da. Shunda Salohiddin Ayyubiy otdan tushadilar-da, otlarni Richardga beradilar. O'zlari boshqa ot chaqirib, o'zlari boshqa otni minib, ana keyin jang davom ettiradi. Endi teng bo'ldik deydilar. Endi adolatli bo'ladi jangimiz deb. Ko'rdingizmi? Hatto jangda ham birovning mulkiga ziyon yetkazmagan. O jonivorda aybi yo'q-da. Payg'ambarimizlarni avvalam aytdim, esingizda bo'lsa, dunyoning eng adolatli kishisi degan tadqiqot o'tkazgan Amerikan Oliy sudi. O'sha tadqiqotda payg'ambarimizga bergan. Nima uchun berildi degan joyda 4 kompyuter sahifasida asoslab bergan. Nega berilgan? Shunda yozgan, urush va tinchlik masalasi bo'yicha bu kishiga o'xshab hech kim qila olmadi deydi. Sababi 29 ta janglarining hammasi himoya jangi bo'lgan. Birortasi hujum jangi bo'lmagan. Va 29 ta jangda bir dona ham
asrga zulm qilinmagan. Faqat bitta jangda bitta kuchuk o'lgan ekanda. Bironta daraxt kesilmagan, bironta bino buzilmagan, bironta bola, qariya zulm ko'rmagan, birorta asr quloq burun kesilmagan. Vaholanki o'sha paytdagi jang shartlarida, urush shartlarida shu narsa bor edi. Asrlarda quloq burun kesib tashladi dushman tomon. Lekin payg'ambarimiz bironta ham kesmaganlar, bironta asrga zulm qilmagan. Shu 29 ta jangning bittasida raqib tomonning kuchiga o'lgan ekan. O'sha Amerika Oliy sudining saytiga kirsangiz turibdi. O'sha yozib qo'yibdi. O'sha kuchukni urush jang tugagandan keyin xunini to'latganlar. Xuddi shuni Salohiddin Ayyubiy ham shunday qilganda. Qilichlari uning otiga tegib ketdi-da, Richard Shervirakni keyin almashib otni berdilar, o'rniga o'zlari boshqa ot minib keyin jang qildilar. Endi adolatli bo'ldi deb. Va dinimiz hatto shu sohada, shu paytda, shunday tig'iz sharoitda ham adolatni talab qiladi. Va adolat bo'lgandagina haqiqat yuzaga chiqadi-da. Adolatsizlik bo'lsa bo'lmaydi ekan. Yuqoridagi oyatlarga ko'ra barcha so'z va amallarimizda adolatli bo'lishimiz talab qilinadi. Xususan, mana qayerlarda adolat eng zarur. Birinchisi, rahbar qo'l ostidagilarga adolatli bo'lishi kerak. Rahbar kishi xodimlariga mehr, shafqat, adolat bilan muomala qilishi talab qilinadi. Rahbar qo'l ostidagilarga jabr, zulm qilishi harom. Adolatli rahbarni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Qur'oni Karimda Bismillahirrohmanirrohim va aqsitu innalloha yuhibbul muqsitin. Hujurat surasida adolatli bo'linglar. Zero Alloh adolatli kishilarni yaxshi ko'radi. Adolat bo'lgan joyda Xudoning rahmati yog'ar ekan. Payg'ambarimizlar kullukum ro'in, kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, al-imam ro'in va mas'ulun an ra'iyatihi. Har biringiz rahbarsiz, qo'l ostidagilardan so'ralasiz. Sulton rahbardir va o'z ra'iyatidan so'raladi. Bu faqat sulton rahbar, qolganlar rahbar emas degan gap yo'q. Erkak kishi ham rahbar, oilasiga rahbar. Ayol kishi ro'zg'origa rahbar. Erkak kelib ro'zg'orni boshqarmaydi-ku. Oshxona, xo'jalikni erkak kishi boshqarmaydi. Shuni ayol kishi yurgizyaptimi? Ayol kishi ro'zg'origa rahbar. Erkak kishi oilasiga rahbar. Undan ortib tashkilotga rahbar bo'ladi. Undan ortib mahallaga rahbar bo'ladi, tumanga, viloyatga, yurtga deganda rahbar. Hamma o'zining qo'l ostidagilardan so'raladi. Rahbar bo'lmagan odam yo'q. Hamma rahbar. Va o'sha rahbarlar qo'l ostidagilarga nima muomala qilgani, qanday shularning haqqini ado etgani to'g'risida qiyomatda so'raladi. Adolat bilan kechirimlilikni ham yoddan ko'tarmaslik kerak. Xodimlarga kechirimli bo'lish haqida bir hadisda payg'ambarimiz shunday buyuradilar. Ja'a rajul ila nabiy alayhisolatu vassalam faqala ya Rasululloh kam a'fu anil xodimi? Qala kulli yawmin 70 marra. Bir kishi Janob payg'ambarimizdan huzurlariga kelib so'radi. Xodimimdan qancha kechirishim kerak aybini deb so'radilar. Payg'ambarimiz aytdilarki, bir kunda 70 marta dedilar. Bir kunda 70 marta ayb qilsa kechirishimiz kerak ekanda. 70 ta, 71-sida keyin mayli tanbeh bering. Degani umuman kechirish kerak ekanda. Kechirimli bo'lishimiz kerak ekan. Rahbarlar kechirimli bo'lish kerak. Rahbarlarda, boshliqlarda, oila boshlig'i hammasining eng oliy xulqi tajohul deydi. Ana ko'rib ko'rmaslikka olish, bilib bilmaslikka olish. Har narsani taftish qilaversa, har narsani muhokama qilaversa, u rahbarligi ham, boshliqligi ham qolmaydi. Ko'rib ko'rmaslikka, bilib bilmaslikka olish ekan. Ikkinchisi, demak rahbarlarning adolati. Ikkinchisi, hukm beruvchilarning adolati. Odamlarga adolatli hukm berilishi ham jamiyatda va davlatni sog'lom tutib turadigan asos. Jinoyatga adolat bilan jazo bo'lishini bilgan kishi yomonlikdan tiyiladi. Aksincha, tanish bilish, pora bilan ishni bitirishni bilsa, unday odam jinoyatdan tiyilmaydi. Payg'ambarimizlar sizdan avvalgi
o'tganlar hurmatli kishi o'g'rilik qilsa tegmadilar, zaif kishi o'g'rilik qilsa jazoladilar. Shu sababli halok bo'ldilar. Halokatga uchrab ketdilar dedilar. Buxoriy rivoyati. Ya'ni bizdan oldingi o'tgan 124 mingta payg'ambarlar o'tishgan, payg'ambarimizlarga qadar. Shularning qavmlariga halokat, azob osmondan Xudoning jazosi kelgan. Shu jazolarning kelishining sabablari bor ekanda. Bitta sababi nima ekan? Kuchlilar ayb qilsa tegilmadi, zaiflar ayb qilsa ular jazolandi. Ya'ni adolatsizlik ekanda. Eng katta Xudoni azobi kelishiga, jazosi kelishiga bizda loyiq qilib qo'yadigan noto'g'ri ish adolatsizlik, nohaqlik ekanda. Hamma teng jazolansa, adolat o'rnaydi. Lekin turli shubhalar bilan hatto payg'ambarimizlar sallallohu alayhi vasallam adolat sababli sevimli qizlari Fatima onamiz jinoyat qilsalar kechirilmasliklarini bayon qilganlar. Lekin turli shubha va gumonlar bilan odamlar jazolanmaydi. Oysha onamizning rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimizlar shunday buyuradilar: Musulmonlardan qodir bo'lganingizcha jazolarini ketkazinglar, kechiringlar. Imkon topilsa ularni qo'yib yuboring. Chunki rahbar yanglishib kechirgani, yanglishib jazolagandan yaxshidir deganlar. Imom Termiziy rivoyatlari. Ya'ni birov jazoga loyiq ishni qildi, lekin shuni dalili, isboti yo'q. Shu gumon bilan, shubha bilan yoki chala dalil bilan ko'rganday bo'luvdim deganday bilan bo'lmaydi. Aniq dalil bo'lsa, keyin jazolanglar deyaptilar. Ammo noaniqlik bo'lsa kechirib yuboringlar deyaptilar payg'ambarimiz. Chunki mayli qilgan bo'lsa ham shu bir bahona kerak ekanda kechirishga. Alloh taolo shunday kechirimli zotda bizdan shu nima deydi, bir aytadi-ku, nimadir yaxshi amalimizni hurmatiga kechirib olar ekanda. Ano bir kishini janozasi o'qilayotganda bu kishini janozasini o'qiymizmi? Hech kim bu kishini musulmonligini bilmayapti-ku desa, kalima keltirgan eshitganmi biroq kishi? Yo'q, eshitmagan. Namoz o'qiganini eshitganmi desa, hech kim eshitmagan. Ko'rganmiz, ko'rmagan. Ro'za tutganini bir hech narsa yo'q ekanda. Faqat bir kishi aytibdiki, men bu kishini masjiddan chiqib ketayotganlarni ko'rdim debdi-da. Bo'ldi, bu kishi musulmon ekan deb janozasini o'qigan ekan imom domla. Mana shunday bir Allohning rahmatiga bir bahona kerak ekanda. Ana shunday rahbar odam kechirimli bo'lish kerak. Kechirishga bir yaqin turish kerak-da. Sal nima bo'lsa kechirib yuborsam deb turish kerak ekanda. Shunda rahbarlikka loyiq ish bo'lar ekan. Mana payg'ambarimizlarning so'zlari bilan rahbar yanglishib kechirib yuborgani, mana aybdor odamni kechirib yuborgan yaxshiroqdir, yanglishib beayb odamni jazolab qo'yganidan. Mana kechirib yuborgan odamingiz mayli aybdor bo'la qolsin, lekin jazolab qo'ysangiz u agar aybsiz bo'lib chiqsa, bu ish noto'g'ri ish bo'lib qoladi. Shuning uchun aniq dalil bo'lmasa kechirishga yaqin turishimiz kerak ekan. Ana Jaloliddin Rumiy rahimahulloh ustozlari Shamsiddin Tabriziy bilan ko'rishmay ketadilar-da. Ular ketgandan keyin topolmay qoladi. Hammadan so'rab surishtirib yuradilar. Shamsiddin Tabriziy ustozimni ko'rganlar bormi deb. Bir kuni bir nimada o'tirsalar, majlisda bir kishi keladi-da, men ustozingizni ko'rdim deydi. Shamsiddin Tabriziy desa, qayda ko'rdingiz desa, ha Dimashqda ko'rdim deydi. O'rinlaridan turib, eginlardagi shu qimmatbaho zarbof to'nni yechib, boyagi yigitga kiygizib, qo'llarida bor nimadan hadiya beradilar-da. Keyin u yigit xursand bo'lib chiqib ketadi. Keyin chiqqandan keyin odamlar aytadiki, taqsir bu odam yolg'onchi odam. Shunday yolg'on gapirib odamlar aldab yuradi bu. Bu sizni ham aldadi. Desa, shu yolg'oniga berdim dedilar. Agar rost aytganida edi, rost xabar keltirgan edi, ustozim haqida jonimni berib olardim dedilar. Shu yolg'oniga bo'lsam bir xursand qildi meni deyaptilar. Ko'nya uzoq, Dimashq qayerda, Ko'nya qayerda bo'lmasam. Shunday. Ya'ni shu mavzuga aloqador bo'lsam esim o'chib qoldi-yu. Demak, rahbar odam yanglish bo'lsa ham kechirgani yaxshiroq ekan, yanglishib jazolab qo'ygandan. Bu shu payg'ambarimiz gaplari bizga yetarli o'zi.
Uchinchisi, farzandlar o'rtasida adolatli bo'lish. Ota farzandlar o'rtasida adolatli bo'lish, ularga bir xil e'tibor qaratishi, moddiy tomondan ham bir xil tutishi dinimiz talabi. Agar ota bolalarga turli muhabbat ko'rsatsa yoki moddiy jihatdan bir xil nafaqa qilmasa, bolalar o'rtasida o'zaro kelishmovchilik, hasadgina qudrat paydo bo'ladi. Nu'man ibn Bashir roziyallohu anhu aytadilar: Otam menga hadiya berdilar. Onam Umra binti Ravoha otamga qarab, bu ishga Rasulullohni guvoh qilmaguningizcha rozi bo'lmayman dedilar. Otam Rasulullohning huzurlariga bordilar. Men Umra binti Ravohadan bo'lgan o'g'limga hadiya berdim. Ayolim sizni bu ishga guvoh qilishimni so'radi dedilar. Shunda janob payg'ambarimizlar boshqa bolalaringizga ham shuni hadiya berdingizmi deb so'radilar. U kishi yo'q, bermovdim dedilar. Shunda u zot Allohdan qo'rqinglar, farzandlaringiz o'rtasida adolatli bo'lingizlar dedilar. Otam ortga qaytdilar, boshqa bolalarga ham adolatli qilib taqsimlash uchun hadiyasini qaytarib oldi. Buxoriy rivoyati. Ana, demak, farzandlar ham hammasi tengda. Bizda ozroq nima paydo bo'lib qolgan, hamma narsa o'g'ilga, qizga hech narsa yo'q. Yoki bittasini yaxshi ko'rib olamiz, faqat shu bolaga nima bo'lsa shunga bo'lsin deymiz, yo kichkinasini olamizda uyda mana shu kenjatoy bo'lsin, nima bo'lsa ham deb. Lekin alhamdulillah mana shu meros to'g'risida masalalarda gapirilib eshitilgandan beri kenjatoylar ko'p savol so'rab kelyapti masjidga. Men qanday qilaman? Yashab turgan otamdan qolgan edi, men aka-ukalarimni, opa-singlimni rozi qilishim kerakmi? Nima taqsimot qilinadi merosim deb so'rayapti. Yaxshi. Bu halollikka intilish. Bu yaxshilik, bu Xudo xolasa. Demak, farzandlar o'rtasida ham nima bo'lish kerak ekan? Adolat bo'lish kerak ekan. Chunki hamma farzandlar teng farzandimizda, bittasini ortiqroq, bittasini kamroq ko'rishga noto'g'ri. Bu ham mehr muhabbatda va ham mol taqsimotida, hadiyalarda shunday bo'lish kerak. Mana bir oddiy hadiyada payg'ambarimizlar hamma farzandlaringga teng bo'linglar deb qaytardilar. To'rtinchisi, jamiyat a'zolarining adolatli bo'lishlari. Inson avvalo o'ziga nisbatan adolatli bo'lishi, so'ng boshqalarga adolat ko'rsatishi lozim. Donishmandlar kishi o'zini yaxshiliklarga undasa, yomonliklardan qaytarsa, barcha holatlarda Alloh belgilagan chegaradan chiqmasa, kamchilikka yo'l qo'ymasa, mo'tadil sifatga ega bo'lsa, o'ziga nisbatan adolatli bo'lishidir. Chunki shularning birontasi buzilsa, kimgadir ziyonimiz yetadi-da. Hozir aytganlarning qaysi buzilsa ham shu o'zimizga nisbatan shunday talabchan va to'g'ri yashasak, shunda hech kimga ziyonimiz tegmaydi. Ana shu hech kimga tegmas, ziyonimiz tegmay yashashimiz adolat bu. To'g'rimi? Men ixtiyorim qo'limda, erkim o'zimda, xohlagan ishimni qilaman degani, xohlagan ishni qilish degani emas, o'zining doirasida xohlagan ishini qilish. Lekin mening xohlagan ishim boshqa odamning doirasiga ta'sir qilsa, u xohlagan ishga haqqi yo'q. Boshqa odam tinchini buzsa, boshqa odamning haqqiga tajovuz qilsa bo'lmaydi. Payg'ambarimizlar sollallohu alayhi vasallam biz ummatlarini har bir ish va muomalada adolatli bo'lishimizga amr qilganlar. Bismillahirrohmanirrohim. Bir hadis sharifda shunday buyuradilar: Innal muqsitina indallohi ala manabira min nurin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma gullu. Adolatli bo'lganlar uchun Allohning huzurida nurdan bo'lgan minbarlar bor. Ular hukm chiqarishda ahllari, qo'l ostidagilarga adolatli bo'ladilar dedi. Qarang, hammasiga birovga hukm chiqaradimi yo boshqa hukm chiqarishda ishtirok etadimi, oilasi bo'ladimi, qo'l ostidagi qaram kishilari bo'ladimi, hammasiga adolat. Hamma joyda, hamma vaqt adolatli bo'ladi dedilar. Shu o'rinda bir mulohaza. Muftiy hazratlari urg'u beryaptilar. Gohida ijtimoiy tarmoqlarda davlatimizni qoloq, adolatsiz yoki iqtisodiy nochor ko'rsatishga harakat qilayotgan odamlarni kuzatamiz. Vaholanki kundan kunga hamma sohada ijobiy o'zgarishlar, yangilanishlar bo'layotganini ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Demak, shunday o'rinlarda gapirishda ham adolatli bo'laylik. Dildagi g'araz bizni haqiqatni aytishdan to'sib qolmasin. Faqat salbiy holatlarni izlab yurib, yaxshiliklarni ko'rmaslikka olish adolat emas. Misol uchun,
Yaqinda ochilish marosimi bo'ladigan Islom sivilizatsiya markazi. Dunyoda beqiyos bu dargoh yurtimiz olim va mutafakkirlarning musulmon olamiga bergan ilmiy ma'rifiy merosini isbotlovchi, ma'rifat tarqatuvchi bir fayzli makon bo'ladi inshaalloh. Shuni e'tirof etish kerakki, bu islohot va rivojlanish asosiy sababi yurtimizdagi tinch totuvlikdir. Shu sababli barchamiz tinchlikning qadriga yetib, shukr keltirishimiz lozim. Shukr esa vatan kelajagi uchun qayg'urish, uni sevish va ardoqlash, asrab-avaylash, taraqqiyot yo'lida sidqildan sa'y harakat qilish bilan bo'ladi. Hozir mana internetga shunday qarang, notinchlik bo'layotgan yurtlarda hammasini ko'rib tursangiz bo'ladi birdaniga. Qo'limizda turibdi-da, xohlasangiz videosini, xohlasangiz rasmini, xohlasangiz xabarlarni o'qiyverasizda bemalol. Endi Xudo saqlasin-ku, shu notinchlik bo'layotgan yurtda shu namozni o'qish emas, oddiy ishga yo maktabga borib kelish mumkinmi? Masalan, hamma har safar qaytaraman. Mana Ibrohim aka degan akamiz kelganda aytdilarki, menga O'zbekistondagi eng erish tuyulgan narsa dedi. Bizda shu narsa yo'qligiga bizga erish tuyulib qolgan dedi. Nima bo'lyapti desam, bolalar maktabga o'zi ketar ekan deyapti-da. Ota-onaning ishi ham yo'q, bola maktabga ketyaptimi, kelyaptimi, hech kim bu yerda qiziqmas ekan deydi. Bizda eng katta tashvish shu deydi. Bolani sog'-salomat olib borib maktabga qo'yishimiz, yana sog'-salomat har kun olib kelishimiz deydi. Shaxsan borib. Shu menga g'alati tuyuldi deydi. O'zbekistonda hech kimning ishi yo'q ekan deydi. Bolasi maktabdami, uyidami, qiziqmas ekan bu yerda hech kim deyapti. Shu erish tuyuldi deydi. Mana ko'rdingizmi, bir ne'matni qadriga shu ne'matdan mahrumlar yetadi deydi-ku. Bizda ham shunday bo'lib qolishi mumkinmi? Xudo saqlasin. Bizda tinchlik, omonlik, maktab emas, umraga ham shunday borib kelaverasiz. Hech kimda siz bilan ishi yo'q. Boring, hamma tomon ta'minlab qo'yilgan. Ya'ni borganingizda kelganingizgacha hamma xavfsizligimiz u, tinchligimiz u, oziq ovqatimiz, issiq sovug'imiz hisobga olingan. Aytmoqchimanki, bitta gapni gapirganda adolat bo'lish kerak. Kecha bir yigit internetda Tojmahalga boribdi ekan. Tojmahalning yo'lida deyapti. Mana qarang, biz deydi O'zbekistonda tug'ilganimga ming shukr qildim deyapti-da. Mana odamlar deyapti. Chaylaga o'xshagan 1,5 metrga, bu yog'i 2 metrmi, 3 metr chayla. Mana shu bitta oilaning joyi ekan deyapti. Bo'ldi. Oshxona bitta o'choqqa o'xshagan narsamni qo'yib olgan, bu shu oshxona ekan deyapti-da. Mana ichida eri, bola chaqasi boyagi 1,5 ga 2 metr joyda. 3 kvadratda shu chayla bundoq. Odam tura olmaydi, yana yomg'ir yog'sa ustiga tushmas uchun degan chayla qilib qo'ygan. Bo'ldi. U ham klonkadan shunaqa ko'p yotibman, shu yoyilib yotibman shu yerda. Mana eri mana kishi ekan deb ko'rsatyapti. Shu turibdi va erkaklar. Qator turibdi. Mana shularning uylari deyapti-da. Ayollari uyning oldida turibdi. O'zbekistonda tug'ilganimizga biz shunaqa bir nima deydi, keng farovon hayot kechirayotganimizni his qildik shu yerga kelib deyapti-da. Mana shunday qilib turib biz Payg'ambarimizda bir hadisda aytganlar. Din masalasida oldindagi odamga, dunyo masalasida orqadagi odamga qaranglar deganlar. Shunda shukr qilib yashaysizlar degan. Mana shunaqa o'zimizning orqadagilarni ko'rsak, dunyo masalasida biz juda katta ne'matlar ichida yashayotganimizni his qilamiz ekanda. Xuddi shunday din masalasida esa orqaga emas, oldinga qarashimiz kerak ekan. Odamlar ko'p ish oldinga o'tib ketdi. Qazo namozlarini tugatib yubordi, Qur'onni o'qib yodlab yubordi odamlar. Men qolib ketdim deb yurishimiz kerak ekan. Dunyo masalasida bo'lsa, shuni shukr qilamiz. Mana shuning uchun mana bu internetga kirsangiz, nohaqlikdan, adolatsizlikdan, davlatimizdan o iqtisodiy nochor ko'rsatishga harakat qilayotgan gaplarga qo'shilmaylik. Biz shukurga, sabrga eng ko'p haqli bo'lgan toifamiz, mo'min musulmonlar. Ana qishlog'imizda 99 yoshga kirib vafot etgan Oqbo'ta bobo degan 50 yoshimiz bo'lardilar. Shu kishi aytardilar-da, bu ana og'ir kunlarni ko'rmaganlar shu gapiradi bu gapni, derdilar-da. Ya'ni og'ir kunlar, ocharchilik kunlarini, yo'qchilik kunlar, qahatchilik, non uchun hamma narsaga rozi bo'lgan kunlarni ko'rganlar, bu kunlar mana shunaqa to'kin dasturxon hali bo'lmagan.
biz eshitmaganmiz derdilar-da. Oldin ham bo'lganini eshitmaganmiz derdilar. Shuning uchun qo'limizda boriga shukr qilib yashasak, Xudo shukr qiladigan narsalarimizni ko'paytirib qo'yadi. Nolisak, noliydigan narsalarimizni ko'paytirib qo'yadi. Shuning uchun shukr qilib yashaylik, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Ayniqsa vatanimizga gard tegishini ham xohlamaydigan darajada bir yaxshiliklarni sog'inib yashashimiz kerak. Qo'limizdan kelsa, shu vatanning rivojiga bitta hissa qo'shib qo'yaylik. Bo'ldi. Aytadi-ku, yaxshilik qilib daryoga tashlab baliq bilar, baliq bilmasa Xoliq biladi deydi. Ya'ni Xoliq yaratuvchi, Parvardigor. Shuning uchun mana shunaqa ishlarga e'tibor qilmaylik. Alloh taolo va taborak xalqimizning hayotini bundan ham farovon qilsin. Yurtimizni turli xil samoviy, aroziy ofat balolaridan o'zi hifz himoyasida saqlasin. Barchamizni o'zi rozi bo'lgan amallar bilan yashab o'tishimizga muyassar qilsin. Amin. Allohu akbar.